Instagramda hali hech kimga atvet qaytarmagan edim, lekin bunga atvet qaytarmasam bo'lmaydi. Videoni bitta ko'ringlar, tushunasizlar. Hurmatli obunachilar, mana internetda 100 mingga 10 ta deb oqtarayotganlarga mana keldi, o'zi oyog'i bilan keldi. Mana 100 mingga mana hammasini berib olar ekan, ha. 100 mingmi hammasi? Ha. Donasi 10 mingdan ekan. Buni sepasiz, ko'chaga chiqdingiz, hidi yo'q bo'ladi. To'g'rimi? Qisqa qilib aytaman, mana shu 10 yoshli bola do'konga kirib atirini sotayotganda, original atir sotadigan parfyumchimiz buni ustidan tipa kulyapti. 10 tasi shunchami, 10 ming so'mdanmi, yo'q. Voy 10 yoshli boladan nima kutyapti? 10 yoshli bola qayerdan olsin original atirga pulni, birinchidan. Ikkinchidan 10 yoshli bola biznes qilyapti. Bu katta YouTube biz uchun, hamma uchun, menimcha o'zbek xalqi uchun, lekin u original atirchi yo sen tufta atir sotyapsan degandek qilib uni ustidan kulyapti. Bolaning emotsiyasini ko'rsanglar. Lekin mana shu bolani adasi yoki akasi mana shu do'konga kirib qolsa, mana shu insonni men aniq ayta olaman, hech qachon bunaqa muomala yoki bunaqa gap gapira olmagan bo'lar edi. Ko'rib juda ham asabim buzildi to'g'risi bu narsani, lekin hech qaysi original atir sotadigan odamlarga tavsiya etmayman. O'zingizlarni sindirib olsa mana shu videolar bilan. Original atir sotuvchi ba'zi do'konlarida suvda tushib ketsa, arendani to'la olmasanglar, bu ko'chada mushkambar sotuvchi yoki original emas atirlar sotuvchi, lyuks atir sotuvchilarda ayb emas. Unaqa kontent o'g'irmanglar. Kim sizlarga tavsiya etyapti bilmayman-u. Umuman tavsiya etmayman. Juda ham xunuk ko'rinyapti. Provokatsiya qilyapsizlar. Qisqa qilib aytaman, mana shu odam videomni ko'radigan bo'lsa, tavsiyam yoshroq bolalar atir sotib kiradigan bo'lsa do'koningizga keyingi safar cho'tki muomala qiling-da, omad tilab, iloji bo'lsa bitta dona atirini sotib oling. Shaxsan men o'zim 5-6 yil oldin rayon, magazin kirib, mushkambarimni tavsiya etib yurgan bolaman. $100, $200 bilan ishni boshlaganman, katta budjetim bo'lmagan. Hozirga kelib $200,000 oborotim bor. Shuning uchun mana shunaqangi yosh bolalar biznes qilayotganda to'sqinlik qilmaylik, ustidan kulmaylik, tim bo'ling, kameralarga olib videosini chiqazib yormaylar. Har bitta atirchiga omad tilab qolaman. Bir-biringlarga tosh otishni yig'ishtiringlar. Asosan original parfyum sotuvchilari. Sizlar bilan Husayn Attar bo'ldi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Hammaga rahmat.